Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022 yili 4-oyning 1 kuni Juma. O'tgan hafta deganimdek bu hafta bir alayliroq videoga chiqishim. 2 haftada bir qatim, bu qatim bir haftada chiqdim. Bir muhim gapim bor sizlarga deydigan. Bugun xabarlar haqida ancha to'xtalmayman. Bugun Uyg'ur axborot markaziniki bir videosi chiqdi. Rossiya, Ukraina urushi haqida. Shuni ko'rsanglar bir qism yangi uchurlarga erisha olasizlar. Oldi bilan rasmiy gapimni boshlashdan burun bugun kecha tong atgandan keyin ulug' Ramazon oyi boshlandi. Hamma qarindoshlarniki Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugungi asosliq deydiganim Uyg'ur Project fondiniki va chet ellik Uyg'urlarniki bundagi ishlar haqida. O'tgan yil Ramazonda biz bir qatim iyon to'plash ep bo'lgan. O chaqda dastlabda $15,000 nishon qilib turib boshladik bu ishni. U pulni Turkiyadagi bir qism o'quvchilarga o'qish mukofot puli qilib berishni planlab boshlab qolgandik. Keyin uni biroz o'zgartirib, ko'paytirib, miqdorini oshkor qilib, eng oxirida $53,000 pul yig'ildi Ramazon oyida. Bu puldan $33,000 Türkiye'deki Uyghur Yar Fondu'na verdik. Andık kalgan 20,000 pulunu biz özümüz ap kaldık. Bu birligen pulga hazır 30'dan artık okuguchi oliy maktabga tayyorlik kursida o'qiyotdi hazır. Bu başlangıçlı uzun bo'ldi. Bu ishda alınışyotdi. 10 Uyg'ur xonim qizlar 8 tikuvchilik kursida o'qib, kiyim tikish o'rinlarida usta bo'lib ishlagandek holatga keldi hozir. Buning asosligi Uyg'ur xonim qizlarga bir yo'nal o'rgatish, shu orqali ular o'ziniki yolg'iz o'ziniki janniy qilib qolmay, yana boshqa Uyg'urlarni xizmatga kelib, ko'proq kishilarniki iqtisodiy jihatdagi chiqish yo'lini vujudga keltirish mushni maqsad qilgan. Bu ishlar nihoyat obdan menyapti. Ondan 4 doktorant ve bir magistr o'quvchi shu puldan tasdiqlangan o'qish mukofot pulidan foydalanyapti hozir. Uyg'ur Yar fondi 2 oy so'z nutq san'ati kursi ochdi. Uningdan 40 yaqin Uyg'ur foydalandi. Ondan keyin amizning xabarida bor İdris Hasan hozir Marokkoda tutuqliq, o'shada Xitoyda tutib olgan. Onunki ailesiga hozir turmush yordam puli beryapti Uyg'ur Yar fondi 6 oydak bo'ldi. Bu ishlarda amallashyapti. Anundan boshqa o'tgan yilina Uyg'ur Project fondi bilan Uyg'ur Yar fondi birlikda bir alayda iyon to'plash ep berib, Turkiyada hozir endi Xitoy virusi sababidan butun o'qishlar uyda o'qiydigan bo'lib ketdi. Nurg'un Uyg'urlarning oilasida tablet yoki kompyuter bir narsa yo'q ekan. Şuna ballarını o'qitishda qiynab qoldi. Şuna biz bir jiddiy yon to'plash ep berib, qisqagina vaqt ichida 186,000 Türk lirasi to'plab, uningga 155 dona taxt kompyuter yoki tablet setib olib, Uyg'ur oilalariga taqdim berdik. Buni Uyg'ur Yar fondi bilan Uyg'ur Project fondi birlikda qildi. Ondan keyin Uyg'ur Project fondi shu yig'ilgan pul bilan 2021 yili İstanbulga joylashgan Yira Uyg'ur tili maktabidagi o'qituvchilarga qo'shimcha maosh sifatida 58,800 lira Türk lirasi pulni yordam qildi. Bir yil ichida. Hozir 2-chi yili bu biz bu ishni davomlashtiryapmiz. Ondan keyin biz yana Sarxilla ma'rifiga biroz yordam qildik. Ondan keyin Uyg'ur ana til dars kitoblarini tuzib nashr qildirish ishlarini qildik. Masalan, xabaringlarda bor. Abdulla Ayib inimiz tuzgan Ilpa kitobini mundani bostirgan. Yaqinda anlasam taqdimakan kitobxonasi tugab ketibdi. Buniki oxirini bormi bu kitoblar qandaroq bo'lmay buniki surishib boqaman. Biz qilgan yana bir ish Uyg'ur o'g'il qizlariniki o'zaro tunishish subs bo'lgan kalnur.com degan tor betini yasab onu ishga tushirdik. U hozir sog'lom menyapti. Andan keyin Uyg'urlar yozgan va boshqa tildan Uyg'urcha tarjima qilingan bir qism
mühim kitaplarniki chiqimini to'lab nashr qildirdik. Bunun ichida Abdulla Ayıp inimizniki Mahbus Ruhlar degan kitobiniki Uyg'ur va turkchasi nashr qilindi Mindandan. Andan keyin Uyg'urga qarshi urush, kechiringlar. Uyg'urga qarshi urush va 100 yillik marafon degan kitoblar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilinib nashr qilindi. Bu kitoblar hozir bir qism qarindoshlarning qo'lida bor. O'tgan yil Dünya Uyghur qurultiyi ochilganda Pragda biz u yerga 150 dandan 300 dona kitob olib borgan. O kitobni shu yerda taqib anchmin setib qildik. Ammo bu kitobniki bizga kirgan kirim bu yo'l kirasiga chiqmaydi. Ashta qo'simi kerak yo'q. Biz bu pulni boshqa yerdan to'ldirib olamiz. Asosliga Uyg'urlar foydalansin deb qildik mushlarni. Bundan başqa yana Uyg'ur sotiga o'xshash davodagi ba'zi muhim turlarga yordam qildik. Bunun ichida Uyg'ur sotidan boshqa Ilhom To'xtani Nobel texnik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatish Turkiyadagi professorlar orqali bu ishlarga ozroq pul chiqardik. Ondan keyin yana bir Xitoylar tayyorlagan bir kitob bor ekan, aytmayman. Uni 8 tilga tarjima qilib Uyg'ur akademiyasi 8 tilga tarjima qilib uni bir kitob qilib chiqardi. Uning chiqimini biz ko'tardik. Andan keyin biz qilgan yana bir ish o'tgan yil 11-oylarda Uyg'ur Project fondidan chaqiriq qilib Turkiyada shu bolalarni o'qitishda iqtisodiyotda to'sqinlik uchrab qolgan oilalarga yordam qilish to'g'ri chaqiriq chiqargan. Buningga chet eldagi bo'lib g'arb ellaridagi Amerika, Kanada, Norvegiya qatorli davlatlardagi bir qism qarindoshlar ovoz qo'shdi. Ovoz qo'shib ular har oyda Türkiye'deki bir ailege $100 yardım kıldığı işine yolu koygan. Bu iş az daha mınışvatıdı. Cemi o yetti aile $100 yardımga erişvatıdı hazır. Bu pullarını bazı kardeşler bir yıllık pulunu bırakıp öğretip verdi bana. Bazıları 3 aylıkını öğretip verdi. Bazıları kağalla futurluk öğretip verdi her ayda. Bir Uygur ailesi var. Ola $500 çıkarıp verdi her ayda. Aşağı qilib hozir Turkiyadagi o yerda oila $100 yordamga erishayotdi. Bu pullar meniki bank hisobimga keladi. Har oyda men ash pullarni to'plab Turkiyadagi Uyg'ur yarga mandurman. Uyg'ur yardan Botir inimiz bu pulni shu o yerda oilaga taqib turyotdi. Bu ishlarni aytib obdan ketyotdi hozir. Bu ishga ovoz qo'shib yordam qilgan qarindoshlarga ko'p rahmat. Endi ben tünügün bu yılki şu Ramazan iyi münasebeti bilen yani bir yan toplaş çakırık namısını çıkarıp koydum Facebook'a. Biz bu yıl yığılgan pulunu şu yukarıda dep ötkendek işlerge işiltimiz. Endi qanchalik pul yığıldı bilmeyimiz. İşte bu başka bizdeki bazı konkret misallarını işlep çıkmadık, tayyorlamadık. Endi hazır planga kirgan işlerin içinde bir iş, bir 5 qismlik ranglik resimlik balalar hikaye kitabı kitabını nashr qildirmoqchi. Bu kitap sal mundaq o'xshaydi, ma inglizcha bu meniki qizimniki uydan akeldim kitobni. Mushunga o'xshash ranglik hikoya Uyg'urcha Uyg'ur bolalar uchun ishlar chiqarmoqchi bu kitobni. Xudoyim bursa har birisini 1000 dandan boshlamoqchi. Uyg'urlar uchun bunday kitoblar ko'p emas. G'arb ellərdə bunday kitoblar intayin ko'p. Şahsen meniki kızımın uyda muşta kitaplardan net 100 parça var, 300 parçadan köprak mekin. Balla uxlaydigan, balla oynaydigan öğlenin hemisi de muşta kitap koyduğun kurulumu var. Şuna balla kitapın içinde yaşaydı bu nasıl kançada. Bu iş pek mühim. Yakınki netçe 10 yılın mabeyinde şu ballarniki akli gücünü terakki kıldırış cihatte nurgun tadqiqotlar elip verildi. Hem de balalarniki aqli iqtidorini yuqori ko'targili bo'lganligi shu oila tarbiyasi orqali bu narsa isbotlandi, o'tirib chiqdi. Mushunchaki muhim bir tarkibiy qism bolalarga kichikdan tortib kitob o'qitish, kitob o'qib berish. Bir oddiy kalla bilan o'ylagan taqdirdami bolalar biladigan so'zliklar qancha ko'p bo'lsa, ular shuncha ko'p ishni tafakkur qila oladigan bo'ladi. Ana shuncha ko'p ishlarni tafakkur qilgan yoki
boshqalar o'tirib qo'ygan ideyalarni tushunadigan bo'lgan ahvolda o'zlari yangidan tafakkur qilib yangidan ideyani o'tirib qo'ya oladi. Mushta bu boshqa g'arb ellarida bu ish umumlashib ketgan. Bolalarga mushta kitob olib o'qitish, o'qib berish degandek narsalar. Har bir cho'ng shaharda birdan kutubxona bor. U yerdan xohlagancha kitoblarni olib kelib ishlatib bo'ladi. Men o'zimning bolalarimni boshda boqqan ayni vaqtda mening kitob o'qiradigan pulim bo'lmaganligi uchun. Hozir endi qizim jiq pullarni mushlarga xashlaydi. Mushlar kitob andikin hozir aqliy o'yinchoqlar bor. Umi o'xshash rol o'ynaydi bolalarni tarbiyalashda. Mushlar narsalarga xashlayotdi. Shunga Uyg'urlarda bu jihatdagi narsalar bek kamchil bo'lib keldi hozirga qadar. Ashta bu boshqa Uyg'ur Project fondi shu tarafda bir qism ishlarni qilmoqchi. Birinchi qilgan ish shu 5 qismli kitobni mingdan bostirish. Xudoyim bo'lsa bu bir qancha oyning ichida bu chiqadi. Ondan keyin Abdulla Ayıp inimizmi bolalar uchun bir qator Uyg'ur tili kitoblarini tuzgan. Uniki ilib qismi bir necha qatim nashr qilindi. Biz bu qatim qayta nashr qildik. Qildik mingdan uni sizlar bir qismini ko'rdinglar. Buning davomi bor. Buni davomli qilmoqchi. Ondan keyin Uyg'ur tili komitetida bir komitet bor. Dunyoning har qaysi joylardagi ziyolilar, tilshunoslar, ma'rifchilar birlikda qurgan bir guruhi bor. Bular bu yildan boshlab bir qator Uyg'ur tili materiallarini ishlab chiqmoqchi. Bular ish tushib bo'ldi. Xudoyim bo'lsa, Uyg'ur Project fondimi ashlarniki bir qism chiqimlarini ko'tarib berishga tirishimiz. Albatta bu ishlar bu yilgi iyon to'plashniki qanday bo'lishi bilan munosabatlik. Xudoyim bo'lsa, o'zimiz bu jihatda bir kishilik hassimizni qo'shimiz. Yana bir ish qilmoqchi bo'lgan. Hozirgi Mahbus ruhlar degan kitobniki Uyg'urchasi bilan turkchasi chiqib nashr qilinib tarqalib bo'ldi. Buniki inglizchasi bilan xitoycha tarjimasi bitib bo'ldi hozir. Buningga biroz pul xarjladik. Endi buningdagi nashr qildim bu yaxshi. Nashr qildimizmi yoki PDF shaklida taqdimizmi bu buningdagi bu ishlar. Chiqib bu kitobniki shu inglizcha andagi xitoycha nusxasini chiqmoqchi. Bu kitobni ko'rib baqqan qarindoshlar biladi. Uyg'urlarniki besha kelgan fojiani dunyoga anglitishda nihoyatda muhim roli bor. Bu kitobniki ashta bu boshqa biz biroz kuch chiqardik bu ishlarga. Bizniki yana davomli qilayotgan ishimiz bor. Uyg'urlar nomli oylik tor jurnalimiz bor. Ondan Uyg'ur axborot markaziniki video programmasi bor. Bu narsalarni davomli ishlab chiqaramiz. Xudoyim bo'lsa, to'xtab qolmaydi. Ondan keyin Uyg'ur axborot markaziniki bir inglizcha tor betim bor. U yerga nihoyatda ko'p uchurlarni, ma'lumotlarni to'pladik. Yangidan sahiflarni qo'shyapmiz davomli. Ondan keyin har haftada yangilab turyapmiz, yangi narsalarni qo'shib. Uyg'urlar haqida chiqqan yangi doklad, muhim hujjatlarni qo'shib aytamiz. Undan foydalanayotgan xalqaro organlar hali bor. Bunimi bundan keyin davomlashtirmoqchi. Shunga biz qanchalik iqtisodiy kuchga erisha olamiz, uni bilmagachga hozircha bundan ortiq konkret planlarni tuzib chiqmadik. Ish qilib biz pulga qarta, pulga tushib ish qilib mangamiz Xudoyim bilsa, butun kuchimiz bilan tirishib. Ondan keyin ba'zi bir cho'ng turlar bor, jiq pul ketadigan. Buningga shu g'arbdagi ba'zi manbalarga iltimos qildik. Bir ma'lum alayda turlar uchun. Buniki bu ishlar to'g'riliq men natija chiqqan chog'da sizlarga deyman. Bu turlar asosan bu pul ma'lum bir tur uchun iltimos qilingan ish endi. Agar uni pul chiqib qolsa, shu bir turga ishlatish kerak. Uni sirtga ishlatkili bo'lmaydi pulni. Ashta bu boshqa bu to'g'riliq hozircha sizlarga ko'p narsani demayman. Natija chiqqan chog'da Xudoyim bo'lsa sizlarga bu to'g'riliq tafsiliy ma'lumot beraman. Agar shu yo'lda biroz muvaffaqiyatli bo'lib qolsak, bizniki oldimiz qolayotgan bir qism cho'ng ishlar bor. Oldingi 2 yil, 2020 va 2021 yillari Xitoy virusi sababidan nurg'un ishlar qilib bo'lmadi. Hozir endi yo'llar biroz echilyapti. Xudoyim bo'lsa, bundan keyin bu jihatda bir qism cho'ng ishlarni qila olishimiz mumkin. Endi men chet eldagi qarindoshlardan kutadigan umidim yoki bizning umidimiz cho'ng ishlarni o'ylab, yangi ideyalarni o'tirib qo'yinglar. Dastlabida pul to'g'riliq ko'p o'ylashmay turib. Ideya o'tirib chiqsin, ideya o'tirib chiqib, agar buning ichida shu Uyg'urlar uchun foydali bo'libmi, Uyg'urlikni chet elda saqlab qolish jihatda nihoyatda zo'r bo'lgan ishlar bo'lsa, Xudoyim bo'lsa, uniki chiqimini, xarajatini hal qilamiz.
chet elda O'rta Osiyodan boshqa yerda 100 mingdek qarindoshlarimiz bor. Agar yaxshi ideyalar o'tirib tushsa, uni chuqur qo'llaydigan, yordam qiladigan qarindoshlar chiqadi. Shunga mush jihatlarda cho'ng o'ylab yangi ideya haqida izlanishni qat'iy to'xtatmanglar. Endi men har yili shu yan to'plash saxovat ishlarini to'g'ri so'zlagan vaqtimda pandimi, dindimi isbotlangan bir narsa bor. Buni biroz tilga qo'yman. Unimi desanglar, bir inson agar mangu yashayman desa, bundaq 3 ishni qilish kerak. Bu jihatdagi mayli diniy nazariya bo'lsin yoki fanniy nazariya bo'lsin o'xshash. Uningki birinchisi boshqalarga bilim berish. Ikkinchisi o'z farzandlarini yaxshi tarbiyalash. Uchinchisi saxovat ishlari, saxovatchi bo'lish ishlari. Bu ishniki ahamiyati bak zo'r bu jihatda. Agar mangu yashay uzun kishilarning qalbida mangu yashayman desa, mush ishlarni qilish kerak. Buniki bir misoli to'g'riliq men ko'pincha Allohda Abdushukur Mamtimin muallimni tilga olaman. Shuni o'ylab baxsanglar bo'ladi. Abdushukur Mamtimin muallimni o'ylagan chaqda qalbimizga nima keladi? U muallimniki yashagan vaqtida qanday tamoq yeganligi, qanday kiyim kiyganligi, qanday uyda o'tirganligi, qanday mashina haydaganligi bu narsa qalbimizga kelmaydi. Bu muallimniki shu Uyg'urlarniki Uyg'ur masalasida izlanib yozgan kitoblari esimizga keladi. Albatta men bu muallim bilan yaxshi o'tgan, uyga necha qatam berib mehmonmi bo'lgan. Shunga qanday kiydiganligi, qanday yeydiganligi, uyni qanday tutadiganligi bulardan xabarim bor. Lekin biz mushundaq odamlarni har qatim esimizga keltirsak, bu kishilarniki boshqalar uchun nima ish qilganligi qalbimizga keladi. Uzish uchun emas. Shunga bu ish nihoyatda muhim. Hozir endi shu Ramazon oyi bir saxovat oyi bo'lganligi uchun bu ishlarni tilga qo'yyapman. Agar saxovat ishlarida biroz ish qilaman, Ramazon oyida degan qarindoshlar bo'lsa, Uyg'ur Project fondiniki chaqiriqini o'ylab qo'yinglar. Uyg'ur Project fondida 6 xodim ishlaymiz, 6 xodim bor. Rasmiy tizim oldiganlardan. Bizniki hammamizniki yuqori maoshli xizmatimiz bor. Uyg'ur Project fondi ishini qo'shimcha qilamiz. Bu yig'ilgan pullardan biz $1 xərcləməyimiz özümüz. Onun aksicha Uyg'ur Project fondida ishlaydigan qarindoshlarning hammasi har yilda azdir ko'pdir iyona qiladi. Shu Uyg'ur Project fondi uchun. Hozir yaqinqi vaqtlarda bizga iqtisodiyotdan yordam so'rab kelganlarniki soni sal ko'payib ketib boradi. Ashta boshqa bizniki iqtisodiyotdan unga yetish bo'lmay ba'zilarini rad qilishga to'g'ri keldi bundan burun. Shuna bo'lganligi uchun men bu yil endi mush ishlarni yan to'plash ishlari sal unumli bo'lsin deb o'zim bir ishni qaror qildim. Unimi desanglar, men bu yil yig'ilgan pulniki 10%ga barobar pulni o'zimning yendan chiqarmoqchi. Bu nima degan gap desanglar, agar $10,000 yig'ilib qolsa, men o'zim yenimdan $1,000 chiqaraman. $50,000 yig'ilib qolsa 5,000 chiqaraman. Agar 100,000 yig'ilib qolsa 10,000 chiqaraman. Chiqarib uni 100,000ni 110,000 qilib qo'yaman. Mush orqali Uyg'urlar uchun ko'proq ish qilish asosiy maqsad shu. Endi meni nurg'un qarindoshlar yaxshi bilasizlar. Hozir endi Uyg'ur Project fondiniki ishni qilyapman. Undan boshqa Uyg'ur axborot markazi bor. Andan keyin o'zim videolarni chiqaryapman. Yana nurg'un qilayotgan kichik ishlarim bor, abaytaman degandek. Turkiyadagi o yerda oilaga har oyda pul veritish ishlaridan tortib. Men o'zimniki menga mushtaq yordamga ehtiyojli talablar kelib qolsa, nihoyatda qattiq istash qilib ketaman. Buning sababi nima desanglar, men ayni vaqtda intayin ko'p jafo mushaqqatlarni chekkan. Oliy maktabga imtihon bergan vaqtida 1977-yili 12-niki 10-cü kuni imtihon elindi. Men Aqsu viloyatlik birinchi o'rta maktabda o'qigan. Aqsuniki Onsu noyisiga bir yezib qaytarib tushgan. İmtihonni shu yezda berdim. 12-ayning 10-cü kunidan boshlab elindi imtihon. Men shu 12-ayning 5-ci kunigachilik rezinga o'tak kiyib, shalliqda muzga dasab turib zaylik qo'llaganman. Aqsu bir imtihon berishga yo'l qo'ymadi.
Ашта бугашка şu 10 suda imtihan berdim, 10 su o'rta maktabda. Keyin bu imtihonlarniki natijasi chiqqan vaqtida men biraqlam bir danliq bo'lib ketib qoldim endi. Sababi nima desanglar, meniki imtihon erishgan natijam Uyg'ur Abdum rayoni bo'yicha 2-chi bo'libdi ekan. Birinchi bo'lgan bola Urumchilik ekan. Men 2-chi bo'lgan shaxsi 10 suda imtihon berib, ashtaq bo'lib keyin oliy maktablarga kelgan chog'da men kilamigil tas qolgan. Sababi oila qiyinchilik tufaylidan. Kilamigil tas qoldim, keyin o'shim hal bo'ldi, o'qishga keldim. Ashtaq bo'lganlik uchun men o'qish undan boshqa men Yaponiyaga o'qishga bordim 1985-yili. 1988-yilgacha. Yaponiyaga berishda Uyg'ur Abdum rayoni bo'yicha bir 30dak yosh o'qituvchilardan imtihon olgan hukumat Yaponiyaga tanlash uchun. Shu imtihondami jami 3 fandan imtihon oldi. Men 240 nomer bilan birinchi bo'lgan. Ikkinchi bo'lgan bola dalani qo'ygan bola o 180 olibdi ekan. Eng oxirida 30 nomer olganlarmi bora oldi Yaponiyaga. Ashta qilib Yaponiyaga borsam, men borgan maktab eng kichik maktab ekan. Biz Uyg'urlarni taqsim qilgan maktablarning ichida bakalavrilikdan boshqa unvon berilmaydi u yerda. Ashta bo'lganlik uchun u men uchun bir cho'ng azob bo'ldi. Kichigimdan tortib cho'ng bo'lsam cho'ng chet elda o'qiyman deb ashta iroda bog'laganligim uchun. Nihoyat zulm bo'ldi. U men borgan maktab maktabni ma'noda ichki og'ritib, erkinni yo'tkab qo'yayli, cho'nroq maktabga deb Osaka universitetiga yo'tkab qo'ydigan bo'ldi ular. Osaka universitetimi imtihonlanmay qabul qildi u yerga. Uni aliqda men chiqqan bir qism ilmiy maqolalarim bordi, shuning kuchi bilan. Ashta qildigan vaqtida Abdumraylik hukumatdan bir umak kelib, erkin sadiq maktab almasi bo'lmaydi. Bu bizniki qoidamiz uyg'un kelmaydi degan gapni dedi bir yig'inda biz maktabga kelib. Shu yerda shunchalik qattiq yig'lab ketdim, esimdan chiqmaydi. Ish qilib ashta qilgan ko'p egiz pasliklarni boshdan kechirdim, keyin magistr o'qib bo'lgandan keyin doktorlik uchun 2 shirkatda ishladim. Birisida 8 soat, birisi 6 soat. Nima atgan soat 7dan kech soat 11gachilik. Bir shirkatda $5.50 soatimga, yana bir shirkatda $6.50 bergan. Keyin qarasam bu 2 shirkat ishlabmi, o topgan pulim bilan men 1 yil ishlab o'qishga boramay ekanman. 6 maktabga iltimos qildim Amerikada. Magistrlikni bo'lib doktorlik o'qish uchun hammasi qabul qildi. Lekin hech qaysi o'qish puli bermadi. O'qish pulini o'zim to'lamasam bo'lmaydi. Ashtam bilan keyin qarasam bir oydaran $800 pul topa olar ekanman. Uniki $300 dek pulsi yotoq bilan tamoqqa ketadi ekan. Ayolimiz ikkimizniki. $500 qatqizsak bir yilda o'qish pulini ko'tarolmay ekanmiz. Oxiri bo'lmay keyin meni qabul qilgan maktablarning birisiga deb yolvorib, men o'qituvchi burun, yaxshi o'qituvchi Amerikaga o'qigan chog'imda magistr o'qish jarayonida ma'lumlik mukofotiga erishgan. Shunga menga xizmat bergan deb, keyin maktabdan 25% xizmat berdi, shuni yetkazib o'qidim. Shunday qilib yo'l ochdim. O'qish jarayonida 2 balamiz bor. O'qish pulini o'zimiz to'laymiz, ashta boshqa qiynalgan. Nima ba'zida bolalarımni bozorga olib $1 oy skurma olaman desa, shu $1 yo'q. Yig'iltib bolalarni qaytarib kelgan uyga tafaqlaba. O ishtaq bo'ldi, ish qilib bu o'qish keng ishlar shunday jafoliq o'tdi endi men shuni ashta boshqa o'qiyman deb iroda bog'lab shartni hozirlagan. Lekin o'qish pulini to'layolmay chet elga chiqmagan yoshlar ashlarga bir yordam qilay deb shu ayni vaqtda yangi o'qish bitigan vaqtimda men 95-yilda doktorlikni oldim. Amerikaga 30 yoshda keldim. 37 yoshga kirgan chog'da magistrlik bilan doktorlik unvoni oldim. Ondan keyin 38 yoshga kirgan chog'da xizmatga erishdim. Shunga dastlabki xizmatga erishgan vaqtimda
Başkalarla birlikte qo'shimcha shirkat qurib, yenimga bir jaraq pul kirsa, bir Uyg'ur Ma'rif fondi deb bir fond qurib, vatandagi shu yaxshi o'qigan, ingliz imtihonlarini hamsi o'tib bo'lgan, ammo o'qish kelishga pulis yo'q. Balaga yordam qilay deb shuni o'yladim. O'ylab nayte uzun muddat tirishdim bu jihatda, shu boshqalardan shirkat qurib. 4 shirkat qurdik shu chaqda. Lekin bu shirkatlarning hech qaysi mangmadi. Shu chaqda men tunji qatim dastlabki xizmatga erishib, ayolim men o'qigan maktabda qolib qoldi, ishga bola bilan men o'zim shu kirni jilg'isida ishildim. Shu chaqda 6 oydak vaqt 4-5 Uyg'ur yoshlar bilan bir yotoq tutganman. Bir yotoq apartmanda turdik. Shu chaqda men ishdan eng baldir qaytib keldim. Qaytib kelib tamg'imni itib, yeb, o'zimniki yotoq uyga kirib, kardiga chiqib turib, yeni shirkatning ishini qildim. Qag'allar keyin bir necha kundan keyin tamoq yetib yeb, keyin oxirida soat 9:10 bo'lgan chaqda Amerikadagi komediya deb qo'ydi, bu chaqchaqchi programmalar bor, chaqchaq programmalari. Bir kunlik xabarni chaqchaq shaklda yetkazib yetadigan. Shularni ko'rib kulishib, aşağı olturdu yatakta qag'allar meni pat-pat chaqirdi. Erkenka men chiqa birdam o'ltirgin, bizlar o'ltirgin deydi, ammo chiqmaydim. Shu yeni shirkat qurayman deb. Aşağı qilib bu shirkatlar ushmadi. Şunu o nesle o men planlagan ishlar amalga oshmadi. Keyin NASAga kirgandan keyin yeni bir shirkat qurdim, o bir iranlik. Onun aldığı bir hikaye bahsediyor. Bir Hindistanlık bilen bir şirket kurgan 96 yılı. Bunun 3 yılın aldıda keyin o şirketini kurup ben onun muavini reistim. Şirket zaten mağmadı. Mağmay her yılsı direktörlerin jığını katlaşmasam bulmaydı. Biraz avarçılık görüp ki o şirketten ben çıktı. Buldu. Sen özellikle mağdığını da şu an dedim desem o buldu da bunda olsa sendeki payçakını kaytırıp verdi. Degan kim bo'ldi paychani qaytib beray deb. O shirkatda menda 850 ming paychak vardı shu shirkatniki. Shundan qaytib berdim. Uni men xildi necha ming dollar to'lagan paychakka. Ammo o shirkatning kirim bo'lmagani uchun menga 1 dollar qaytib keldi ekan. Shuni sana 1 dollarlik chek mandurman. Shuni bankka qo'ymasang bo'lmaydi deb shuni dedi. Deganda men dedim bo'ldi chekni mandurma zanglik qilib qolsin. Desam yo'q, bu Amerikaning qonuni bor. Men sana 1 dollarlik chek mandurman. Aşını banka koymasang bo'lmaydi deb shuni dedi. Shundan keyin chek keldi, shu 1 dollar chekni ko'tarib olib banka qo'ydim. Bundan 3 yilning oldida shu shirkatni qurgan chaqda pul qarz olgan bankdan xat keldi menga. Xat kelib, sizlar birlashib bizdan qarz olgan, qarzni olgan yana bir odam yaqinda o'lib ketdi. Endi qarzni azroq qolib qoldi, buni sen to'lamasang bo'lmaydi deb. Degandan keyin men dedim, men o shirkatdan chiqib ketgan, allaqachon chiqib bo'ldim, paychaklarni qaytarib bo'ldim. Men hech qanday munosabatim yo'q desam, sen shu olgan qarz puliga billa imzo qo'ygan ekansan deb shuna dedi. Shunga azroq so'z qilib baqdim, shunga bu kishiniki ayoli bor edi, keyin izlasam ayolining telefon nomeri chiqdi. Ayoli xat yozdim. Menga xat keldi. Xat keldi, bu shirkatdan chiqib ketgandim men. Bo'lsa pulni sen to'lab atgan bo'lsang desam, meniki erim o'lib ketgan chaqda menga hech qanday pul qo'yib qo'ymay, butun pulni o'zining bolasiga qo'yib aytgan ekan. O'lib ketgandan keyin meniki hozir uyimning ijarasini to'laydigan pul yo'q, qiynalyapman deb xat keldi. Nima ish qilsam, u kishi hindistonlik kishi, Amerika kichik 6 yoshda ketdi ekan, kelib necha shirkat qurib qo'ygan odamdi. Keyin ayoli bilan urushib, orliqda nurg'un qonuniy jidallar chiqib, ajrashib ketib, Aştaq bo'lgan bir qancha bolalari bor ekan, kim bu Amerikalik ayolni olgan. Shu men bilan bir ishqa vaqtimda Amerikalik ayoli bor edi, biz ko'p ko'rishgan endi. Shu Amerika ayolning gapi. Shuni ashta dedi, degandan keyin oxiri bo'lmay bu pulni men o'zim to'lab etdim yenimdan chiqarib. Bakchiq pul emas, necha ming dollar, xil yaxshi bak oz qolib ekan bo'lmasa, xil ko'p odilib qolar ekan menga. Buni deyishimga sabab endi oyat degan mushtaq narsa, men ashtaq shirkat qurib boy bo'laman deb Bay oluş ayet olsun ki işte özümdeki sağlam məbləğini ağırlıq qılıb keyin bankada qalan qarzını töləş degəndə işlərim qılıb qaldım. Məştə bo'lib ketdi. NASAga kirgandan keyin bir iranlik adam bilan yana bir shirkat qurdik. Qurib uni keyin mandırmız desək bizga məbləğ salaman degan kishi keyin yenib oldi, u iranlik ekan, yenib oldi, shu u mangmadi. Undan keyin
Men uchun andalqi qo'shimcha kirim topmayman desam xil yo'llar bordi. Uni qilmadim. Maqsadim Uyg'urlarga ish qilish. Anikin mening boshlig'im boshqa qilishni xohlamsan degan chaqdimni yoqtirdim. Men burun boshliq bo'lib boqqan shirkatlarda boshliq bo'lsa ish bek ko'p odam boshqaradigan shug'ul uchun. Ish bek ko'p, qo'shimcha ishlarni qilib olmaydi. Men Uyg'urlarcha ish qilaman deb u yo'ldan voz kechgan. Aşağıda vazgeçip hiç qanday qo'shimcha kirim topmadim. Hozirga qadar butun ömrümde maaş elib yashab keldim mende. Yaqinda ba'zi şeyni o'ylab qoldim. Meniki yeshim bek kichik emas hozir, yeshim xili berib qoldi. Hozirlik men boshqa o'smay, injener bo'lib o'tganligim uchun hozirmi qalam bilan qog'ozga matematikalik formulalarni chiqarib, uni kompyuter programmasi qilib yozib, hisoblash berib, tecrübexana kirip tecrübelik kurulmalarını kurup tecrübe işlep degende işlerini kılmen hazırım o. Bugün maş videonu işlep boğan için idare var men. Düşünün tecrübe işlemekçi. Aşta kılmen. Endi nurgun kişiler sal yeşil çoğun oluşqa yıkılaşkan sıra başlık bölüp manda işlerden jahılıp gider eken. Konkretni işlerden. Lekin men hazırım konkret işlerini kıvatım ben başındak. 3-4 projektini kıvatım ben. Aşta bu aşka kündü bir kıtım. Her günde bir yeni projektke özgertmesem olmaydı kallamını, burmasam olmaydı. İşte ketyapman. Aralda yaxshi Xudoyimga shukri. Kunimiz olsun, mayli salomatliyatim bo'lsin, hozir qadar yaxshi ketyapmiz. Ketyapmiz endi. İşte o'g'ashqa men bu yildan boshlab endi o'zimniki maoshidan chiqqan pulni azaqdan chiqarib, Uyg'ur Project fondining ishtirok ishlatay dedim. Endi bu gaplarni bu yerda ikki narsani asosli qilsaga deb qo'ymoqchi bo'ldim. Birisi o'qish qiziqligi yuqori, lekin iqtisodiy jihatdan iqtisodiy nimasi yo'q, iqtidori yo'q o'qiyolmagan kishilarga mening bek qattiq qiyoslashligim bor. Ikkinchisi oilada bolalari va bolalarini beqib o'qitib cho'ng qilish jarayonida işte qiyinchilik uchragan kishilarga ham intayin kuchli eslashligim bor meniki. Ashta bo'lganligi uchun garchi o'zim shuncha oldirash bo'lsammi, o'tgan yil Uyg'ur Project'niki ostida ashta qiyinchilikdagi oilalarga chet eldagi bir qism qarindoshlarga yordam qilishini qo'lga keltirib, shu orqali pul taqitib o'tiryapmiz, misol qilyapmiz. Hozirmi ashta qarindoshlar meni izlab kelsa, nihoyatda ichim etishib ketadi, bir yordam qilgan bo'lsam deb. Endi hamishinki deymiz bu iqtisodiy Uyg'ur Project fondining iqtisodiy cheki bor bo'lganligi uchun hamishaning to'qib ketamidik. Ashta bo'lsa-mu qo'limizdan kelishicha qilmoqchi. Bu jihatda Uyg'ur Project fondida ish qilayotgan qarindoshlar va bizning atrofimizda yana bir cho'ng to'p Uyg'ur ziyolilari bor. Bizning hammamiz bu ishlarni qilishga tayyor. Sizlar qilgan iyona hech qanday ketmaydi. Bu pulni biz o'pchi boshqaramiz Uyg'ur Project fondidan. Bir qancha $100 bo'lsa-mu biz muzakaralashib, qaror qilib, uni xashlaymiz pulni. Albatta degandek bu pullarni qattiq biz o'zimiz ishlatmaymiz. Ashta bu boshqa bu jihatda xotirjam bo'linglar. Bizningki oldingi yillar qilgan ishlarni biroq xulosalab qo'ygan men. Xudoyim bilsin, bugun aytishda men tor betiga chiqib qiziqadigan qarindoshlar ko'p asanglar bo'ladi. Endi albattaki gaplarni deganimda endi yine burunqi temiga qaytib kelsak, bu oy saxovat oyi. Bir adam agar uzun boshqani qalbida mangu yashaydi desa, uch ishni qilish kerak. Boshqalarga bilim berish, birinchisi, ikkinchisi bolalarni yaxshi tarbiyalash. Endi boshqalarga bilim berish degan gap, siz bilmagan inson odamni qat unutib qolmaysiz. Bütün qarindoshlarning hammasi o'ziniki boshlang'ich o'rta oliy maktabdagi ma'lumotlarni biladi. Unutib qolmaydi uni. Men shundaq meniki boshlang'ichda meni o'qitgan muallim xonim deydik biz, ismi Tuxan. Men 65-yili boshlang'ich birinchi sinfga kirib, 70-yili boshlang'ichni bitirgan. 70-yildan keyin u xonimni ko'rib boqmadim qayta. İsmi Tuxan, lekin xonim hozirmi shundaq esimda bor. Chiridan tortib. Men keyin o'tanga chiqatim bog'a vaqtida izlagan. Bir kurishay deb izlab topolmadim. Kurishamay qoldim men bo'lgancha uyda yo'qib qolib. Ikkinchisi bolalarni yaxshi tarbiyalash. Bolalar yaxshi tarbiyalansa, siz qilgan ishga varislik qiladi. Buni bu yerdagi hikmat shu endi. Uchinchisi saxovat bo'lish. Bu jihatda bir qism hikmatlar bor.
Bazı kişiler uzun yaşaydı, lekin inten küçük yaşaydı. Çünkü Amerika'da üzəңdən çoğ işlerini qıp yaşa deydiğen bir okum var. Üzəңdən çoğ işlerini qıp yaşadı. Bu abege gep qartılgan. Uzun yaşap küçük yaşagandan üzüdün çoğ işlerini qıp yaşaş. Bu bek mühim. Sizdeki baylık fakat onu başkaları işletken vaxtada andaki kıymetini gösterdi. Üzüge emas. Bunun için bir hikmet var. Onu dese bir insan üzü için kıkaçlarındaki hemisi bu insan vafat olan günler yok olup gidiyor. Şu insan bilen tan vafat oldu. Üzü için kıkaçlar. Fakat başkalar için kıkan iş bir xil miras yoki abide bo'lib saqlanib qoladi. Şuna bunun içindeki hikmetmiş şu. Şuna şu ulug' Ramazan ayida qarindoshlarniki bu jihatda biraz o'ylanib qo'yishini umid qilaman. Anamdan keyin hozirda yana bir cho'ng ish bugun qarindoshlarniki ko'ngli yerim qilmay deb vatanniki ahvollari yo xalqaro xabar u buni narsa to'xtalmadim. U ishda to'liqlar qatim bu so'zlashni davomlashtiraman. Endi bizning ahvolimiz hozirmi bak intayin nachar. Vatandakilarniki peşe kelgan zulm buniki ahırlışıdığanlığı hakkında hech qandaq bir alamet yok hazırca. Xitoy o'xshashlarni ketyapti. Endi mushundaq vaqtda biz qanday yashashimiz kerak har bir inson? Biz nega minishimiz kerak? Bu jihatda hammamiz o'ylanishimiz kerak. Chet elda yana bunday bir gap so'z bor. Selbi micaz kişiler şamal çıksa onun kakşaydı. Selbi micazlı kişiler şamaldan kakşaydı. İcabi micazlı kişiler bu şamal çıkan ahvalındaki özgürlüğü kaldığı işindi. Bu şamal adı şamal çıktı ama bu özgürlüğü de bunun işindi. Andikin lider ve dahila bolsa aydavatkan kimisindeki yünüşünü özgertedi. Şamalsavatkan ziyanını onu üzü için paylık bir yünüşke özgertedi. Şuna bu gaplarni amelen isimizde çıng tutaylı. Bununla yandap yemir gap var. Bunu mu bilgen dep koyay. Yakın şu iki hafta onun mabeynide nurgun qarindoshlar menga ayrim uchur mangdirib, ovoz qoldirib, telefon qilib, menga madad beradigan gaplarni ko'p qilib kelyapti. Mendan xotirjam bo'linglar. Menga bu Uyg'urlarni ishni qilaman deb, shu ishni qilib yashayotgan bak uzun bo'lib ketdi. Siz qisqaroq hisoblasam 50 yildak bo'ldi hozir. Ashla bo'lg'achqa men bir ichki damniki andaq gapi ishiga qarab turib o'zgarib qolgan inson emas. U bosqichni allaqachon o'tib ketgan. Einstein'ın bir gibi var. Aciz adamlar başkalarını intikam alırdı. Güçlük adamlar başkalarını apıqlıdı, keçirirdi. Aqılane adamlar başkalarının qilgan gap işleriga pisan qilmaydi. Şuna bu nayti chunqur, ma'ni chunqur gaplar biz yenilam oldimiz qarab ketaveraylik. Hozir millatniki beshi kelgan kun pek ig'ir. Şuna biz üçün hazır özümüzdeki hemmisini barlığını atab millet için bir iş qilib yaşaydigan vaqt geldi. Bu qatim Ukraynadagi ahvol nurg'unlarimizni yana bir qatim uyg'otish kerak. Ukrayna xalqiniki ruhi bir millat agar Allohniki buyurgan yordamiga erishaydi desa qanday yashasa bo'ladi ekan. Buniki hozir naq maydon ko'rinishi bor. Biz shu ko'rinishni ko'rib turib yashayapmiz hozir. Meniki bu to'g'riq bilan yozgan maqolalarim bor. O'qib baqsanglar bo'ldi xohlaganlar. Shunga hozir endi bizningmi shu Ukraina xalqiga o'xshash millat uchun o'zimizning barlig'ini atab o'tirib chiqadigan vaqtimiz keldi. Shunga bu jihatda barliq qarindoshlarniki obdaroq o'ylanib beqishni umid qilaman. Bo'ladi, men bugun shuncha qilay. Kelar hafta yana video chiqaraman. Shunchalik amanglar omon bo'linglar. Oxirida Ramazon ayinglarga yana bir qatam muborak bo'lsin. Ertadan başlap nurgun qarindoshlar uchun bir yangi hayot boshlandi. Maqlamsa xayr xo'sh, Allohga omonat.